go'ng solingandan keyin albatta bir kun 2 kun oldin men misol uchun shu go'ngni solib bo'lgandan keyin yeri qorib nematodaga yoki biron bir zahar bilan qayta ishlayveraman. Dastlabki ozuqa sifatida hozir dehqonlarimizga nimani tavsiya qila olasiz? Mana azot, fosfor, kaliy, NPK deyiladi. NPK yerni boyitib tursa o'sha kuchli bo'laveradi. Yorug'luvlari, mana issiqliklar. Albatta bir xil buni nima kerak bor hozir quyosh chiqdi deganiga, hech bo'lmasa shu ipga olinguncha bo'lsa ham men bu vaqtni qizg'amayman. Mana buni yopib qo'yib qilaman. O'sha rediskani usti ham shunda yopilib turgani uchun juda chiroyli chiqdi. Klient o'zi kelib ko'rdida baylarni sovuq urmagan ekan, juda yaxshi ekan deb. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, agrar soha mutaxassislari. Alfa Agro kompaniyasi sizlarga yangi videolarni taqdim qilishda davom etadi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, Alfa Agro kompaniyasini Rocky, Istanbul kabi bodring gibridlari dehqonlar ichida mashhur. Xuddi o'sha gibridlari ham sinov bosqichlaridan o'tib, aytish mumkinki, ming chig'irig'idan o'tib savdoga kiritiladi va Alfa Agro kompaniyasi doimiy izlanishda shu bilan to'xtab qolmaydi. Doimiy yangi gibridlar ustida, u pomidor gibridi bo'ladimi, bodring gibridi bo'ladimi yoki boshqa turdagi gibridlar doimiy izlanishda, ya'ni fermerlarimiz uchun eng yaxshi kasallikka chidamli, belgilari, tovarli xususiyatlari yuqori bo'lgan serhosil gibridlarni izlashda va sizlarga taqdim qilishda mana shunday sinov bosqichlarida gibridlar ekib ko'riladi. Ya'ni mana bu yerda ko'rib turganingizdek issiqxona tanish bo'lsa kerak, o'sha toshkentlik agronomimiz Mirishkor Saydulla akaning issiqxonalari to'g'ri ozgina rekonstruksiya qilib hozir ozgina o'zgartirishlar kiritildi. Bu haqda ham o'zlaridan bafurji ma'lumot olamiz. Mana shu yerda Istanbul gibridi yodingizda bo'lsa, sinov bosqichlaridan o'tib savdoga kiritilgan edi. Hozir mana shu yerda yana Saydulla akam agronomimizning tashabbuslari bilan bir qancha yangi gibridlar ekib ko'rildi va shu bilan birgalikda bozorga kirgan ommabop o'sha dehqonlarimiz bilib ekib yurgan gibridlarni ham yonma-yon sinab ko'ramiz. Ya'ni halol kurash. Qaysi biri yaxshi orasida eng kuchligi bo'lsa, ana o'shani siz azizlarga taqdim qilamiz. Mana bu yerda hamma o'sha gibridlarni ko'rganingizdek belgilangan, o'sha tartib bilan ekilgan. Saydulla akam u narsalarga bilasizlar juda qat'iy qaraydilar. Bizni kuzatishda davom eting. Mana shu video bizni sinov bosqichimizdan, ayni mana shu 2025-yildagi sinov bosqichimizdan birinchi videosi bo'ladi. Bundan keyin yana hamma jarayonlarni, o'sha o'sish bosqichi, vegetatsiya, hosilga kirishi, kasallik, zarar kunandalarga qarshi kurashishi hammasini Saydulla akam bilan birga, agronomimiz bilan birga yoritib boramiz albatta. Azizlar, shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, Alfa Agro kompaniyasini doimiy aksiyalari ham bor. Bundan ko'pchiliklarning xabaringiz ham bor. Ya'ni qizil pomidor, o'sha Borza, Grazon, Etalon kabi qizil pomidor gibridlari uchun aksiya e'lon qilingan. Ya'ni shu gibridlarni ekib yaxshi natija ko'rsatgan fermerlarimiz o'rtasida musobaqa uyushtiriladi. Ya'ni birinchi o'rin uchun mana shu gibridni yaxshi qarab, o'sha videolar, rasmlar oladigan qilib, seminarlar o'tkaziladigan darajada chiroyli qarab bergan dehqonga avvalambor o'zini ham hosildorligiga yaxshi. Bundan tashqari birinchi o'rinni olsa 5 million so'm pul mukofoti yoki shu birlikdagi urug' beriladi. Ikkinchi o'rin uchun esa 2,5 million pul mukofoti yoki shu birlikdagi urug' beriladi. Uchinchi o'rinni ham albatta quruq qo'ymaymiz. Unga ham 1 million so'm pul va shu miqdordagi urug' mukofoti beriladi. Ya'ni aytib o'tmoqchimanki, ham hosil olishingiz mumkin dehqonchilikni qilib, ham aksiyada qatnashib yutib pul mukofotini ham olishingiz mumkin. Albatta videolarimizga like bosish esdan chiqmasin. O'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni olasiz degan umiddaman. Assalomu alaykum Saydulla aka. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat Jahongir. Yana endi mana shu kuzatuvchilarimizga maslahatlaringizni ayamasangiz degan umidda bir oldingizga intervyu qilaman deb keldim. Saydulla aka, yaqindagina kelganimda mana shu issiqxonangizda rediska ekilgandi, adashmasam. Ha, shunaqa edi. Yaqindagina kelganimda rediska ekilgandi, darrov mana o'sha o'rnini bodring egallab o'tdi. Yer bo'sh turmasin deb o'sha qish sovuq paytlariga shu kuz oxirlari o'rtalarida rediska ekib qo'ydim. Rediskalar yetilib, sotib olib, tugatishim bilan 2 kun ichida yerni qayta go'nglab, chopib, o'sha bodringlarni, sinov bodringlari bu yangi keltirilgan Sardorbek olib kelgan ekan, yangi navlari 8 xil hozir shu yerda ekildi. Alfa Agro kompaniyasining sinovi. Alfa Agro kompaniyasining shu sinovlarni xudo xolasa shu kelajakda qaysi biri baquvvatroq, kuchliroq, serhosilroq, ertachiroqligini aniqlab, xudo xolasa billalikda ko'rsatib boramiz bu narsalarni.
Lekin o'ylaymanki, mana shu izlanishlar ertangi kunda dehqonlar ekayotganida mana shundan mana shunaqa hosil beradi degan o'sha o'zlarida ishonch hosil bo'lishi uchun shularni ekib qo'yganman. Mana etiketkalari ko'ryapsiz, hamma joyda etiketkalari turibdi. Maqsadim o'sha yaxshiroq navni tanlab berish. Odamlar ko'rsin, bilsin. Hozir buni tarqatishda sizni mana videolar orqali ko'rsatib boraverasiz. Hozir men ahamiyat berdim Saydulla aka, bu yerda boshqa gibridlar ham bor. Ommabop o'sha savdoga kirgan boshqa gibridlar ham bor. Men albatta o'sha bilan o'zimdan o'zim bunday qilib kuzatmayman. O'sha odamlar yaxshi ko'rgan navlarni ekib, orasida bularni ekib, agar o'shanga raqobatdosh bo'lib kelsa, yana o'shani cho'nchaybob bo'lsa, ya'ni hamyonbob bo'lsa, shu urug'lari, navlari shunda mana bu falan narsa ekan, bu narsa ekan deb yetib beraman. Baraka toping. Shunaqa qilib sinamasa bilmaymizda, ko'zimizga yo yaxshi yo yomon bo'lib ko'rinadi. Yonma-yon turganda o'sha odamlar yaxshi ko'rgan nav orasida chiqib bersa, YouTube bizaniki. Mana yana bitta narsa sotuvga yaxshi kirdi. Mana shu yaxshi ekan deb o'zimiz uchun ham bilamiz, o'sha ko'chat qilganda ham shu navlarni ko'proq qilishga harakat qilamiz. Odamlar ham mana so'rovi, talabi kuchliroq bo'ladi. Ya'ni yengillikka intilish. Unda Saydulla aka hali ko'p kelar ekanman demak. Xudo xolasa, albatta buni billalikda kuzatib boramiz. Misol uchun bir xil bitta mana bu navni ekib olaman, bo'ldi, yerimni u bu deydi. To'g'ri, o'sha yerni vaqti men uchun ham juda ham qadrli, chunki men bo'sh qo'ygim kelmaydi bu yerni. Mana ketidan rediskalarni olib bo'lgandan keyin ko'ryapsizmi, xuddi hech narsa bo'lmagandek top-toza qilib o'tlarini olib tashlab, har bitta joyiga 1 metrga 1 chelakdan o'sha yuvilgan go'ng solib, chopib ekib qo'yganman. Mana shu yer tayyorlash haqida ham qisqacha yetib keting-da. Yerlarni yetib o'tgan biz. Bitta gap 2 marta takrorlanib qolmasligi uchun, lekin qilayotganida asosiy agrotexnik tadbirlarda qanaqa farqlar bor? Go'ng solingandan keyin albatta 1 kun 2 kun oldin, men misol uchun shu go'ngni solgandan keyin yerni qorib nematodaga yoki biron bir zahar bilan qayta ishlab yuboraman. Chunki har qanday hasharotni lichinkasi shu go'ngning ichida bo'ladi. Buning ichiga kirib olsa, mana termoslar yopilib isigandan keyin o'zi faoliyatini boshlaydi. O'sha bo'lmasligi uchun yaxshilab 2 kun dimlab zaharlab qo'yganman. Hozir mana o'zingiz ko'ryapsiz, birinchi ekayotganimda o'rta qulog'i shunchagina chiqqan edi. Bir 16-18 kunlikmi ko'chat ekdim. Mana hozir baylari kattalashib, ancha rivojlandi. Sabab issiqni ko'proq ushlayman. Hozir yorug'lik ko'paydi. Maqsadim yerni qizdirish. Yer qizisa, ekinni ildizi tez otadi, tez rivojlanadi. Bodring hali oziqa berganim yo'q, ha. Endi oziqa berib boraman. Lekin hozir rivojlanishini ko'ryapsiz. Issiqda yer qizisa bo'ldi, shu darrov rivojga keladi. Xudo xolasa bundan buyog'ida billalashib kuzatib boramiz. Ichidan mana hamma dehqonlar ham kelganlar ko'rib boraveradi. Yoqqanini mana bu yaxshi ekan desa, o'sha joyga men ham daftarga belgilab boraveraman. Kimga ko'proq qaysi biri yoqadi. Hozir mana Saydulla aka ekilganiga 1 hafta bo'ldi. Taxminan 1 hafta bo'ldi. Shu vaqtdan beri oziqa bermadingiz. Chunki men olib chiqib ekadigan joyini o'zida boqib qo'ygan edim. O'tda boqib, yana bu yerga kelib boqqim kelmadi. Mana endi payti keldi, boqilishi kerak. Men o'sha joyda ko'cha tezroq katta bo'lsin deb, bilasizmi, shu tirnoqning uchidagi baychasi bor edi. O'shanda bu yoqqa ko'chirganimda o'sha joyda boqib oldim. Lekida faqat 3.18 lik oziqani berganman, azot, fosfor, kaliylik. Chunki uni ketidan bu yerga olib kelib yana berib yorgim kelmadi-da, mana endi beraman. Dastlabki oziqa sifatida hozir dehqonlarimizga nimani tavsiya qila olasiz? Mana shu endi bodring ekmoqchi bo'lib turgan yoki yaqindagina ekkan dehqonlarga. Hozir yaxshi mavzuni ko'tardingiz-da, mana shu oziqlantirishi juda muhim-da. Azot, fosfor, kaliy, NPK deyiladi. NPK yerni boyitib tursa, o'sha kuchli bo'laveradi. Men go'ngga ko'p solganim hisobiga bu yerda azot yetarli darajada bo'ladi. Lekin yorug'liklari, mana issiqliklar, albatta bir xil buni nima kerak bor hozir quyosh chiqdi deganiga, hech bo'lmasa shu ipga olinguncha bo'lsa ham, men bu vaqtni qizg'anmayman. Mana buni yopib qo'yib qilaman. O'sha rediskani usti ham shunda yopilib turgani uchun juda chiroyli chiqdi. Klient o'zi kelib ko'rdida baylarni sovuq urmagan ekan, juda yaxshi ekan deb. Misol uchun yoqilg'i masalasi hozir hammaga ma'lum. Biza tejash kerak. O'sha tejash uchun yoqilg'ini mana shuni qilib olganman. Endi bu rediskalarda o'ta qattiq issiq bo'lsa, o'sib ketishi mumkin. O'sha o'smasligi uchun men doim o'chirib qo'yib olib bordim. Faqat qattiq sovuqda bitta yoqib qo'yaman, muzlamasligi uchun. Qolgan payt shu termos ichida yetildi. Rediskani ham men bu bodrinni bo'yi ipga olinadigan bo'lganda, qulash boshlaganda buni yig'ishtirib tashab ipga olaman. Saydulla aka, bu yerda mana hozir termos haqida ham gaplashdik. Ekish sxemasi qanaqa bo'lyapti? Sug'orish tartibi qanaqa bo'lyapti? Shu haqida ham bir qisqacha keyinchalik buni ipga olishda qanaqa bir mo'ljallaringiz bor? Shularni ham aytib to'g'ri aytdingiz hozir savolni. Ko'pchilik men qanaqa eksam ekan, 2 qatorli ekib yurganlar hozir ko'plari shu ko'chat olib ketganlar ham mana shu 1 qatorlik o'tdi 25 santimetrga. Ikkita ikki chekkada turganda shu zax 2 barobar ko'p bo'lardi-da, chakki ko'p bo'lardi. Hozir 1 qatorli bo'lgani uchun ko'ryapsizmi, 40 santimetr, 35 santimetr zaxda, qolgani mana qup-quruq yer.
Bu oziqani ham tejaydi. Ildizini rivojlanishiga ikki tomondan suv ichgani uchun yaxshi rivojlanib boradi. Ikki tomonida mana shilankasini ko'rgansiz, kapilniklarni. Mana bir tekisda turibdi. Zax ortiqcha emas. Mana misol uchun mana bu joylarim quruq. Ya'ni tuprog'i nisbiy namligi me'yorda, havoniki ham me'yorda saqlanadi. Xuddi shuning uchun bu narsa qulayroq. Endi buni kelajakda hozir har xil o'sha hasharotlar, zararkunandalar yoki kasalliklarga qarshi emlanishda, ya'ni boshlanish davrida kichkina niholchalarni shu himoyalashga ham qisqacha bir fikringizni aytib ketsangiz. Albatta, Jahongir, bu ekilganida boya aytganimdek, men go'ng soldimmi, darrov uni qayta zaharmani обработка qilardim. Bo'lmasam, hasharot talab ketadi. Kim o'sha yeri go'nglangan bo'lsa, biron bir ekindan keyin qilayotgan bo'lsa, ekinni ekib bo'lgandan keyin ertasi kunigami biron bir DCSmi, karatemi, agrofosmi berishlari shart yoki o'sha nematodmi, nematitsidlardan. Sababi ildizini tagida har xil qurtlar o'sha qishloqda yotgan bo'lsa, qishdan o'tib, issiq bo'lgandan keyin o'rmalab chiqadida, birin-ketin qirqishni boshlaydi yoki o'suvchi nuqtasini yeb qo'yadi. Buni ko'pchilik biladi. Bu narsani qilish shart. Endi bir xil aytadi, men deydi o'sha botir ekayotgan fungitsidga zaharni qo'shib yorib turib botir ekyapman deydi. Unaqa qilishmasin. Sababi qo'lda ishlov berayotganda o'sha zahar qo'ldan tanaga o'tadi, jigar mazasini qochiradi. Undan ko'ra ekib olib turib, keyin apparatga dorini tayyorlab, shunda 50 grammdan shunda bir pasta qilib chiqsa bo'ladi. Shunda ana o'zini insonning sog'lig'i uchun ham foydaliroq. Zaharlanvermaydi har xil zahar bilan. Tasavvur qiling, 1000 ta, 2000 ta, 10 ming ta, 20 ming tani ekadigan bo'lsa, dorili zaharga botirib olib chiqib ekayotganda bosh og'riydi. Odamning o'sha hididan o'zi charchab bo'ladi. Rahmat Saydulla aka. Endi mana shu yerda mana hozir termiz haqida bejizga so'ramadim. Temperatura balansi degan narsa bor. Mana o'zingiz ham termometrni ilib qo'yibsiz har joylariga issiqxonani. Odatda kunduz kuni va kechalari issiqlikni necha gradus ushlayapsiz va boshqalarga qanaqa tavsiya qilasiz? Issiqlikni balansi bo'yicha. Juda ham to'g'ri. Kunduz kuni temperatura juda ham baland bo'lib ketadi. Buni xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Mana 35. Lekin kechasi bilan kunduzini farqi 10-12 gradus, 8 gradusdan 10 gradusgacha bo'lganda ekin stressga tushib qoladi. O'sha narsa bo'lmasligi uchun men ko'pchilikka aytib boraman. Ekinga stressga qarshi dori bitta sepib qo'yilsa, bo'ldi, u muammodan o'tib boradi. Har 7 kun, 10 kunda bir sepib qo'yiladi. Bu muammolardan bemalol hal qilib o'tib. Ya'ni o'sha peripat deymiz, peripat muammosidan chiqib o'tib oladi. Xuddi shunaqa. Bu kerak. Misol uchun kimlardadir hozir otopleniyasi yo'q, ekib qo'yganlar bor, kechasi salqin, kunduzi toq qizib olguncha. O'sha muammo bo'lmasligi uchun stressga qarshi megafolmi, basfalaravantdan turmi, lagapushirmi, qaysi biri, epinmi, epin ekstra. Bitta sepib qo'yiladi, bo'ldi. O'sha odam o'sha muammolarni nisbatan qilmaganga qaraganda yengilroq bosib o'tadi. Chunki yoqilg'i masalasi ham ko'rib turibsiz, ozgina qiyinchilik bo'lyapti. Bundan buyog'ida mana Xudoim taolo quyosh juda ham mo'l, bemalol qilsa bo'ladigan paytga keldik. Xo'p. Saydulla aka, fikrlaringiz uchun kattakon rahmat. Men hozir boshlanishiga boshlab oldik videolarimizni. Xudo xolisa yana davomli qilib, bularni hali har bitta bosqichida Xudo xolisa yoritib beramiz. Xo'p, o'sha ko'rgan odamlar nima savollari bo'lsa aytib borsa yoki o'zlarining bir qimmatli fikrlari bo'lsa, bemalol yetkazib beraversin. Odamlar bilan o'rtoqlashib boraverdik. Odamlarga mana shu ishni boshlaganimizdan beri ko'p odamlarga yaxshi foydasi tegyapti. Odamlar minnatdor. Demak, buni qilsa bo'ladigan narsa. Ya'ni biz mehnatga yo'naltiryapmiz odamlarni. Siz ham charchamang, Jahongir. Rahmat Saydulla aka. Barakat toping. Hurmatli kuzatuvchilar, shu o'rinda muhim bir eslatmani aytib o'tmoqchiman. Urug' tanlash dehqonchilikdagi asosiy birinchi qadam hisoblanadi. Yaxshi sifatli urug' tanlash. Shuning uchun sizlardan iltimos qilib qolamiz, urug'larni ishonchli dilerdan, o'sha rasmiy dilerlardan xarid qilishingizni iltimos qilib qolamiz. Shularni e'tiboringizga yaxshi videolar va yaxshi sifatli urug'larni taqdim etishda davom etib kelamiz.